Futbol tarixidagi eng chiroyli gol kimga tegishli ekanligini bilarmidingiz? Ko'pchilik Ronaldoning Chempionlar Ligasida Juventus darvozasiga qaychi uslubida kiritgan goli eng chiroylisi deb bilishadi. Ammo bu gol uchtalikda ham yo'q. Futbol ishiga obuna bo'lib qo'ying, hozir aytaman. Demak, dunyoning eng nomdor portallarining talqiniga ko'ra, Cristiano Ronaldoning 2009-yilda Chempionlar Ligasi chorak finalida Porto darvozasiga kiritgan goli 3-o'rinni band etgan. Aynan mana shu gol ilk bor Pushkas sovrinining joriy etilishiga ham qaysidir ma'noda sababchi bo'lgan va portugaliyalik futbolchi bu sovrinning ilk egasi ham hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda Lionel Messining 2007-yilda Getafe darvozasiga urgan goli futbol tarixidagi eng chiroyli gollar ro'yxatida ikkinchi o'rinda turibdi. Ushbu golni u Ispaniya Qiroli Kubogi, ya'ni Copa del Rey yarim finalining birinchi yarmida Barselona safida 60 metr masofani bosib o'tgan Messi bu golni ajoyib tarzda urgan edi. Birinchi o'rinda Zlatan Ibrahimovichning Angliyaga qarshi qaychi uslubidagi goli futbol tarixidagi eng chiroyli va noodatiy gollar ro'yxatini boshqarib turadi. U 2012-yilning 14-noyabr kuni Shvetsiya terma jamoasi safida o'rtoqlik uchrashuvida ushbu golni kiritgan. Endi navbat sizga. Futbol tarixidagi eng chiroyli gol sizningcha qaysi biri? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring.